Hurmatli obunachilar, sizning xonadoningizda mana bunday avtomat nasos o'rnatilgan, lekin siz kranni ochganingizda mana bunday uzib ishlayapti. Bu holatda qanday muammoni to'g'rilashni hozir sizlarga o'rgataman. Birinchi o'rinda kranni yopamiz. Nasosni elektr rozetkasidan sug'uramiz. Bu yerda mana bunday shaffof qobiqchasi bo'ladi. Buni olib tashlab turib, o'rtada mana bunday yagonagina minus atyorga tushadigan joy bor. Chap tarafi plus, o'ng tarafi minus bo'ladi. Biz shunda chap tarafga, ya'ni plus tarafga buraymiz. Bitta oborot, ikkita oborot, uchta oborot, to'rtta oborot va nasosni tekshirib ko'ramiz. Hop, kranni ochamiz. Ishlayapti. Kranni yopamiz. O'chyapti. Va mana shunday qilib nasosingiz relasini to'g'rilab olishingiz mumkin. Yanada qiziqarli videolar uchun bizga obuna bo'lishni unutmang.